Bugungi obzorimizda bilim olish ixlosdan shiori bilan ta'lim beruvchi Ixlos xususiy maktabi. 2023-yilda ochilganmiz. Bu maktabga kelganimda birinchi ballarim juda ham past bo'lgan. Hozirgi bolam bilan biz S to'shi ustida ishladik. Birinchi oynaga qaratib, Logaritm hosilalarni bersangiz ham ishla oladigan fazaga keladi. Lekini bor. Lekin bolani ertaga nima kiysam ekan degan energiyasi ketib qolishi mumkin. Formasi uchun olib kelyapman deganlar ham bor. Sababini aytaman. Agar bitta sinfda har xil darajali o'quvchilar bo'lsa, o'qituvchi uchun ham, o'quvchi uchun ham o'zlashtirish azman qiyin bo'ladi. Hozir o'quvchilar qilayotgan jarayon ham aynan mana shu. Shuning uchun hali uydan voz kecholmagan, uzoqlashmagan tarzda bo'ladi. Qiziq narsa bor. Ota-onalar so'rashmaydi. Ota-onalar zo'r maktabga berdik, rezultat sizdan deyishadi. Meniki nega borolmadi? Qarashmaydi bu kimdir. Ustozimizda IELTS darajasi 9. Hozircha maktab ichida telefonsiz yurish men uchun qiyin ish emas. Umumiy olganda bir oylik bahosi qancha?